Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana men Gamerlar kanali. Bugun men nima qilamiz aytaymi? Hech narsa. Hech narsa qilib kelmayapti. Sizlarga bir gapni aytmoqchiman. Sizlarga anchadan beri Alticraft'da aytayotgan bir o'sha yashirin kitimni aytayotdim. Endi u yo'q. Ha? Endi u yo'q. Uni hammasini cheater oldi. Bilmayman, men zatepada yuruvdim. Endi u video ketayotdi. Endi men videoni endi ko'rayotdim. Hamma ba'zan ham o'zini menga tepib qo'yapti-da. Qanaqa bilmayman. Osmonda uchib yuruvdi. Ba'zan ham bir qildi. Ketman deydi. Shuncha narsa yo'qladim. Va akkaunt Alticraft'da butun umrga ban yedim. Umuman ishlamayapti. Sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Men YouTube'dan vaqtinchaga ketmoqchiman. Qanchaga bilmayman. Balkim 1-2 oy, balkim ertaga qaytaman. Vaqtinchaga ketaman endi Alticraft'dan. Shuncha narsalar. Hamma narsalar. Shuning uchun men ketmoqchiman vaqtinchaga, balkim 2 oy yoki 1-2 hafta, 3-4 hafta. Xo'sh, sizlar bilan oz vaqt ichida Gamerlar kanali bo'ldi. Hammaga xayr.